Tez bu. Registratsiya opilishiga 10 minut qolibdi. Pasportlarni ber. Menga sizniki. Meniki. O'zingnikini ber. Bobo, tez bu. Dadesh, Ha. pasportim uyda qolibdi. Qanaqasiga qoladi? Bo'lding, onash tez bu aeroportga kech qolyapmiz. Aha, o'zi. Istanbul, Buxoro, go'zalingni qarshi ol. Endi nima qilamiz? Endi uyga ketamiz, tur. O'tiring, men ketmasam siz Istanbulga ketasiz. Nimaga? Hamma qarindosh urug'larimga, dugonalarimga maqtanib qo'yganman, Istanbulga ketaman deb bormasam parod bo'laman. Nima qilaman bir o'zim borib? Siz Istanbulga borasiz. Qo'lni hamma yo'qni Istanbullarni menga video olib tashlaysiz. Men montaj qilib Instagramga dublyaj qilib qo'yaman. Keyin hamma ishonadi men Istanbuldaligimni. Qanaysizmi? Ha, tushunarli. Bo'pti, yaxshi boring. Mana xotin, mana aytganingdek, mana samolyotda ichini videoga olib tashladim, bo'pti. Biz oilaviy hissiyotlar shahri bo'lmish Istanbulga Uz Airways bilan parvoz qildik. Uz Airways Toshkentdan Istanbul shahriga kuniga 3 marta, Turkiya poytaxti Anqara shahriga esa 2 marta parvozni amalga oshirar ekan. Istanbulga Andijon, Urganch, Samarqanddan ham to'g'ridan-to'g'ri parvozlar mavjud. Menga eng yoqqan taraflardan bittasi Uz Airways ovqatlari. Samolyotda ovqatlanish yana kimga yoqadi? Uz Airways ishonchli parvoz. Bizda xotin baloda eplyapti. Turkiyaga borganingizdan keyin Bosfor yonidagi shushalar bor-ku, o'shalarni menga videoga olib tashlang. Xotin, mana sen aytgan Bosfor bo'g'ozi, videoga olib tashlayman. Inson bir narsani chin ko'ngildan xohlasa, xohlagan maqsadiga erishadi. Istanbul çok güzelsin. Ayol makriga qarang-da, turkcha gapirtiraveryapti-ku. Qizlar sizlarga hozir kechki Istanbul vibe'ini ko'rsataman. Bu rostdan Istanbulga kelibdimi? Yo, cho'tta nimadir netoda. Qizlar, keyin aloqaga chiqaman, shopping qilishim kerak. Dadesh, menga endi turetskiy zavtrakni videoga olib tashlaysiz. Xotin, mana aytganingdek, men asal. Mana bunaqa takoy atmosferada. Orzular orzuligicha qolmas. Yurak urib tursa bas. Oh, Istanbul. Bu men miya xotin xuddi o'zini Istanbulga kelganday tasavvur qilyapti. Dugosh, ertaga qaytasanmi? Biz kutib olishga chiqmoqchimiz. Ertaman ham aeroportda bo'lishim kerakmi? Qizlarjonlar, nihoyat biz Turkiyadan keldik. Dugosh, biz ham yordamiz. Binafsha. Voy, Dugosh, yaxshi borib keldingmi? İstanbul qanaqa bo'ldi? Oo, İstanbul çok güzel. Afiyet istiyorum. Uni kimse tutamaz, yulduzlar tutamaz. Короче, belalım. Bir kun Turkiyaga borib, turkcha gapiradigan bo'lib qolibdilarmi? Nima o'zi hamma shunaqa bo'ladi? Keyingi sayohat qayerga? Voy, bir haftadan keyin 10 kunga Dubayga uchib ketmoqmiz, to'g'rimi Dadesh? To'g'ri, Dubayga ketamiz, Dubayga. Bo'pti, Dugoshlar, voshga charchadim, oyog'im çok uzr diliyor paka. Qalay, dugonalarimizni ishontirdimmi? Dugonalang tugul, men ham ishonib xotin. Nima bilasiz? Men qarang, endi bu safar men Dubayga olib ketasizmi? Pasporting esdan chiqmasa, men seni Amerikaga ham olib ketaman. Valla.